Zeno o'zim mana yangi kelgan ultra summonni men sinab ko'rmoqchiman. Attack buni sinash uchun tak men mana bunday qilaman-da. Короче, men har xil ishlar qilaman. Cho'zilib ketadi video, shuning uchun men videolarim qisqa bo'lishini istayman. Hatto kerakli ishlarni qilib qo'yganimdan keyin albatta videoni boshlayman. To'xtamangacha videoni boshladim. Men endi summa o'qib ko'raman. Attack men 17 marta mana qilib ko'raman. Hozir cho'zilib ketadi, shunga yana o'chirtirman. Va nihoyat 17-marta bo'ldi. Qanaqadir kuchli tushirmagan, lekin Sparking tushishi aniq deb ko'rsatilgan. Mana animatsiyalarni ham aniq ko'rsataman. Shuncha tezda vaqt o'tib ketadi. Video sal uzoqroq qiladi shekilli. Men bitta stepda aylanib chiqmoqchiman. 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi steplarda sinab ko'rmoqchiman. Yo'q. Tayinli tushmasligini o'zi sezib turgan edim. Legends Limit ana tushmaydi. Orqa foni, animatsiyalari unchalik kuchli emas. Boshlanish Extreme bilan boshlanish kerak. Hero Extreme. Legends Limit tushishi mumkin deb o'ylamagan edim. Yo'q, aniq kuchsizlar bilan bo'lib ketadi. Yo'qda kuchli tushishi aniq imkon bas. Demon King Pickon. Yaxshi, boshqa steplarni ham sinab ko'rib chiqish kerak. Yana 2x ultra. Endi ultra tushishi ancha oshadi qani. Va omadim kelsa bittada qilaman. Omadim kelsa ultra tushadi. Xo'sh, pulga kelganda yoqaman. Mana pul kelganda yoqdim, lekin ana shu tushidaman, yana kuchsizlari tushadi. Xo'sh, bu safar tayinliroq animatsiya bo'larmikan? Ha, yo'q. Bu safar ham tayinli animatsiya bo'lmas ekan. Sparking. Yaxshi. Hozircha omadim kelmayapti. Yana 2 ta summon bor. Ularda tushib qoldi, bo'lmasa tushmadi. Menimcha ularda ham tushmaydi. Shuncha kronamni bekorga sarflamaydi. Super Saiyan kutsisi. Shu atak 3 ta yulduzga ko'chyapti, chekilsin 2 ta yulduz. Yana summonda yo'qman, summon qilib turganim. Yana pulni ochdim, lekin baribir 3-chi stepim ham omadsizlik bilan yakun topdi. Hech bo'lmasa 4-chi stepda tayyorroq tushadi degan umiddaman. Chunki shu pekga tushganlarning hammasi menda bordi. Yo'q, mana nihoyat bitta bo'lsa ham yaxshiroq animatsiya. Mana shu animatsiya menda 1 marta bo'lgan, yana 1 marta bu ikkinchi marta bo'lishi tayyorli tushadigan umiddaman. Yana shunaqa cho'tka animatsiya bo'lganda bot tushyapti. Sparking ham shunday, bunaqa yaxshi animatsiyada. Mana bitta bo'lsam Sparking tushib qoldi. Yo'q, nimaga yana bot tushdi? Hamel 4-chi free stepni sal kerak. Bu safar sal omadim keldi. Free stepda pulsiz yutib ketdim. Hisobda Vegeta chiqib yordam berib bordi. Hech bo'lmasa shu safar tayinroq bitta bo'lsa ham Legends Limit tushsa alam qilmasdi. 3000 ta xaronam bekarga ketib qolmadi degan umiddaman. Yo'q. Legends Limit tushish ehtimoli juda ham pasaydi. Yo'q. Shuncha xaronni ishlatib tayinli topa olmadim. Afsus. Golden Freeze. Hamma shuncha xaron ishlatib
topa olmadim. Bu ultra yaslar arasında sizlarni sinab ko'raylar, lekin bunda tushish ehtimoli past ekan. Hech bo'lmasa ko'nglimni ko'tarish uchun mana shu videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga